Diqqat! O'zbekistonda pensiya va nafaqa oluvchi fuqarolar darhol xabardor bo'ling. Hozirgina xushxabarlar e'lon qilindi. Shoshilinch xabar. Ertaga 9-iyun kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishi e'lon qilindi. Ayrim joylarda yomg'ir, momaqaldiroq do'l. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch-quvvat, baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Diqqat qiling, O'zgidromet 9-iyun kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 33-35 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Harorat kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 25-20 daraja issiq bo'ladi. Diqqat! O'zbekistonda pensiya va nafaqa oluvchi fuqarolar xabardor bo'ling. Hozirgina xushxabarlar e'lon qilindi. 2025-yil iyun oyida pensiya to'lovlarini naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lar 100% to'liq moliyalashtirildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning iyun oyida to'lov ro'yxatga kiritilgan 4,2 million nafar pensiya oluvchilar uchun talab etiladigan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz shaklda oluvchi 3,5 million nafar yoki jami oluvchilarning 84% fuqarolarning bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pullarini naqd shaklda oluvchi pensionerlarga ushbu pullar 4-iyundan 27-iyun sanalarigacha tasdiqlangan grafiklar asosida Xalq banki sayyor kassalari tomonidan yetkazib berilishini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda.